Assalomu alaykum MyTech YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan MyTech kompaniyasiga tegishli bo'lgan diagonali 32 talik smart Android televizorlarini ko'rib chiqamiz va ularning asosiy funksiyalarini o'rganib chiqamiz. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, taxminan siz MyTechdan 32 talik Android smart televizorlarini xarid qilgansiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizga, xursandchiliklaringizga xizmat qilsin. Demak, bugun sizga kerak bo'ladigan asosiy funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi boshlaydigan narsamiz albatta televizorni yoqish. Televizorni yoqishda albatta texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holatda uni tokka ulab, uni antennaga ulashimiz kerak bo'ladi. Bu eng birinchi o'rinda. Hammasiga amal qilib, chiroyli qilib televizorimizni yiqilib ketmaydigan tekis yuzaga joylaganimizdan keyin uni bemalol yoqib ishga tushirishimiz mumkin. Birinchi bo'lib sizlar bilan telekanallarni topishni funksiyasini ko'rib chiqamiz. Kanallar topish uchun biz pultimizdagi mana bu tugma bor. Bu tugma manba deb nomlanadi, ya'ni inglizchasiga source, ruschasiga istochnik deyiladi. Nima uchun manba deb nomlangan bu tugmamiz? Chunki televizorimiz shunchaki ekran vazifasini bajaradi. Ekranga tasvirni qaysidir manba yetkazadi. Yoki bo'lmasam telekanallardan keladi, yoki bo'lmasam Android sistemasidan keladi, yoki bo'lmasam o'zimizning telefonimiz orqali ularni tasvir jo'natishimiz mumkin. Bu manba tugmasini bosish orqali biz o'sha qaysi manbadan ta'sir qabul qilmoqchiligimizni tanlaymiz. Hozir manba tugmasini bosib biz telekanallar topish uchun chapga o'tkazganimizda DTV tugmasini bosamiz. DTV tugmasiga bosib telekanallar bo'limiga o'tib olganimizdan keyin birinchi o'rinda o'zi kanallar yo'q, kanal topishni taklif qilib da tugmasini chiqaradi. Osonlik bilan da tugmasini bosib biz yangi kanallarimizni nastroyka qilsak bo'ladi. Agar mabodo sizda bu tugma mabodo chiqmay qolsa, u holatni ham sizga tushuntirib ketaman. U holatda biz menu tugmasini, mana shu gamburger ikonkasini bosamiz. Bu yerda bizda kanal bo'limiga o'tib skanирование tugmasini bosamiz. Skanirovaniyada avtomaticheskiy skanирование bor, ya'ni avtomatik o'zi kanallarni aniqlaydi. Agar siz o'zingizni viloyatingiz, shahringizni kanalni numeratsiyalarini yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, ruchnoyni tanlashingiz mumkin, lekin eng qulay yo'li avtomatik kanal sozlash. Avtomatik skanирование bosib, pastga tushib, nachat tugmasini bosamiz. Albatta antenna ulangan bo'lishi kerak. Bizda foiz ko'rsatib turibdi. Bu foiz 100% ga to'lgandan keyin biz hududimizda shu DTV liniyasi orqali, to'lqinlar orqali qaysi kanalni antennamiz bizga ushlab bersa, hammasi bizning televizorimizda yig'iladi. Bemalol o'ziga yoqqan kanalda futbol bo'ladimi, serial bo'ladimi, boshqa bolajonlar uchun multfilmlar bo'ladimi, xohlaganingizga o'tkazib, har kirganingizda boshqacha nastroyka qilmasdan tayyor kanallar ro'yxatidan tomosha qilib yurishingiz mumkin. Bu birinchi funksiyamiz edi, eng asosiy televizorda funksiyasi. Endi sizlar bilan ikkinchi funksiyamiz, ya'ni Wi-Fi ga ulanish bo'yicha Wi-Fi ga ulanishni ko'rib chiqamiz. Wi-Fi ga ulanishimiz uchun biz manbani o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta, telekanallarning manbasidan Wi-Fi ga ulanmaymiz. Pultimizga qaytamiz yana. Pultimizda mana bu uy, ya'ni damoy tugmasi bor. Shu tugmani bitta bosib olamiz. Damoy tugmasini bosganimizda bizda Android interfeysimiz kelib chiqadi. O'z nomi bilan Android televizorimiz bu. Bu yerdan biz xuddi telefon ishlatgandek juda ham oson pultdan kerakli ilovaga o'tkazamiz. Ya'ni bizga hozir Wi-Fi ga ulanish uchun nastroyka ilovasi kerak bo'ladi. Nastroyka ilovasiga kiramiz. Bu yerda o'zimizga kerakli vaqtlarni, Bluetoothlarni sozlashimiz mumkin. Hozirgi momentda bizga kerak bo'ladigani set funksiyasi. Set funksiyasiga kirib, rejim setini besprovodnoy qilib, pastdan besprovodnoy setga OK tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli tarmoqqa ulanib olamiz. Bu yerda mana Wi-Fi lar ro'yxati chiqadi, o'zingizniki, qo'shnilaringizniki. Wi-Fi'ingiz bo'lsa, Wi-Fi'ingizni tanlab ulanishingiz mumkin. Agar Wi-Fi'ingiz bo'lmasa, telefoningizdan mobil nuqtani yoqib, internet tarqatib turib, telefoningiz Wi-Fi ga ham ulanishingiz mumkin. Biz o'zimiz telefonimiz Wi-Fi ga ulanamiz. Parol terib bo'lganimizdan keyin tugmamizni галочка tugmasiga olib boramiz. Parolimizni terib bo'lganimizdan keyin галочка tugmasiga bosib, OK tugmasini bosamiz va pastdan yana bir marta OK qo'yib yuboramiz va telefonga, televizoringiz yoki Wi-Fi ga ulandi. Wi-Fi funksiyasini ko'rib chiqdingizlar bilan. Endi Wi-Fi ga ulangandan keyin albatta YouTubedan yoki internetdan narsa ko'rish uchun ulaymiz Wi-Fi ga. Endi sizlar bilan YouTube ga ulanishni ko'rib chiqamiz. YouTube ga ulanish eng oson funksiyalarimizdan bittasi. Buning uchun pultimizdagi YouTube tugmasini bossak kifoya. YouTube tugmasini bosamiz.
bizda YouTube ilovasi ishga tushadi. YouTube interfeysi ochilgandan keyin nachat tugmasini bosamiz. Nachat tugmasida bizda akkauntga ulanishni so'rashadi. Hozirgi zamonda menimcha hammada Google akkaunt, YouTube akkauntlar bor, hamma tushunadi bu narsani. Mabodo Google akkaunt, YouTube akkauntingizga ulanib o'tirmasdan, to'g'ridan-to'g'ri YouTubedan video ko'rib ketishni xohlasangiz, tezkorlik bilan kerak bo'lsa, sizga pastda Vойти как гость tugmasi bor. Usulni biladiganlar juda ham yaxshi tushunadi. Ya'ni akkaunt ochmasdan mehmon bo'lib tomosha qilish. Vойти как гость tugmasini bosamiz. YouTube interfeysi biz uchun ochiq. Bu yerdan o'zimizga poyezd tugmasidan o'zimizga kerakli bo'lgan narsani qidirib tomosha qilsak bo'ladi. Masalan, deylik, qidiruvdan dizayn konsertini qidirib, bemalol tomosha qilsak bo'ladi. Bemor ko'zini ochdi, doktor. Ochdimi? Turdingizmi? Xudoga shukr. Tabriklaymiz. YouTube funksiyasini ham tushunib oldingiz. Telefoningizga yoki Wi-Fi'ingizga ulanib, televizor orqali YouTubedan, internetdan video ko'rishni o'rganib oldingiz. Endi esa Android televizorimizda faqatgina YouTube emas, boshqa kinopoisk bo'lishi mumkin, iTV bo'lishi mumkin. Shu kabi boshqa ilovalarni yuklab, ulardagi kontentlarni ko'rishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yana biz uycha tugmasini, ya'ni Damoy tugmasini bosib olishimiz kerak bo'ladi. Damoy tugmasini bosganimizda bizda eng birinchi o'rinda Play Market ilovasi turibdi. Play Marketga kiramiz. Play Market Android telefon ishlatadiganlar juda ham yaxshi biladi. Telefonimizga nima ilova? Telegrammi, Instagrammi, WhatsAppmi, nima ilova kerak bo'lsa, Play Marketdan o'zimizga kerakligini qidirib, telefonimizga yuklab olamiz. Android televizorlarda ham xuddi shunaqa. Birinchida turgan Play Market ilovasiga kirib olamiz. Play Marketga kirganimizdan keyin Vойти tugmasini bosamiz. Bu yerda endi mehmon sifatida kirib, akkauntga kirmasdan turib, ilova yuklab bo'lmaydi, bilasiz. Play Marketga albatta Google akkauntimizni birinchi o'rinda ulab olishimiz kerak. Vойти tugmasini bosganimizdan keyin bizga Gmailimizni, ya'ni Google akkauntimizni loginini so'raydi. Bu yerda bemalol klaviaturadan lotin tiliga o'tkazib, o'zimiz Gmailimizni kiritsak bo'ladi. Loginimizni kiritib olganimizdan keyin Dalay tugmasiga OK bosamiz. Va keyingi parolimizni terib olamiz. Zagrishga qilgandan keyin Google akkauntimizga muvaffaqiyatli kiriladi. Endi bemalol xohlagan ilovangizni xohlagan paytingizda yuklab ishlatishingiz mumkin. Play Marketga akkauntimizga kirib olganimizdan keyin tepada bizda poisk menyusi bor. Poiskdan o'zimizga kerak bo'lgan istalgan ilovani qidirishimiz mumkin. Masalan, deylik iTV. iTV deb qidirishimiz bilan mana birinchi o'rinda chiqib keldi. Topganimizdan keyin kerakli ilovani ustanovit tugmasiga OK deb bosamiz va ilovani yuklab o'rnatish boshlanadi. Tabriklaymiz, siz Play Marketga ulanib, o'ziga kerakli boshqa Android ilovalarni ham yuklashni o'rganib oldingiz. Mana bizda iTV ilovasi o'rnatildi. Uni bemalol открытni bosishimiz mumkin. Shu yerda o'zidan ham hozir открытni bosdim. Mana iTV ishga tushyapti. Yoki bo'lmasam biz yana Damoy tugmasini bosib, asosiy ilovalar menyumizdan ham bu o'rnatgan ilovamizni topsak bo'ladi. Mana Все приложениyaga kiramiz va o'rnatgan ilovalarimiz bizga ko'rinadi. Xuddi shu joydan ham iTV ga kirib bemalol foydalansak bo'ladi. Sizlar bilan navbatdagi va oxirgi va juda ham muhim, kerakli bo'lgan funksiyalarimizdan bittasini ko'rib chiqamiz. Bu telefonning ekranini televizorga translyatsiya qilish. Har doim ham televizor orqali YouTubedan, pultdan kanal terib yoki o'zimizga kerakli bo'lgan videoni qidirib o'tirish qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu holatda Mytek juda ham zo'r yechim qilgan. Shunchaki telefoningizdan televizorga ulanib, telefoningizda istagan videoni qidirib, topib ko'rib, televizordan uni tomosha qilsangiz bo'ladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz pultimizdan Miracast ilovasiga bosamiz. Miracast bosganimizda bizda mana televizorning nomi Smart TV ulanish kutilmoqda degan yozuv chiqdi. Endi biz telefonimizdan, hamma telefonda bor, translyatsiya ekrani yoki bo'lmasam honorlarda proyeksiya degan funksiyalari bor. Telefonimizdan shu proyeksiya tugmasini bosamiz. Bu yerda devicelar ro'yxati chiqib keladi. Mana Smart TV ro'yxatdan chiqdi. Ko'p o'tmasdan televizorimizda telefonimizning aksi paydo bo'ladi. Tayyor. Ayniqsa o'yin ishqibozlari uchun bu juda ham zo'r funksiya. Telefonda qaysidir o'yinni o'ynab turib, televizor ekranida uni tomosha qilsak bo'ladi. Hozir sizlarga YouTube'da buni ko'rsataman.
YouTubedan telefonimizga kiradigan bo'lsak, o'zimiz xohlagan konsert yoki kinoni bemalol topib, ko'rib, televizorga ulab tomosha qilsak bo'ladi. MyTech Smart Android televizorlarimizning funksiyalarini ko'rib chiqdik. Agar qaysidir funksiya qolib ketgan bo'lsa, qaysidir sizda savol tug'iladigan bo'lsa, izohlarda albatta to'liq qilib yozib qoldiring. Biz uni o'rganib chiqib, unga ham bag'ishlab alohida videolarda albatta javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.